Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tashlab beringlar keyin. Buklanib qolmadimi? Sizlarni rasmga olish kerak, rosa chiroyli turib. Zo'r yon. Orqa tomoninglardan. Nimadirlar deyishyapti. Rosa chiroyli, orqanglardan olish kerak. Alloh o'zi sizdan rozi bo'lsin. Молодец. Sabrina o'zi nozik ekan, yana ham kichkina bola ekan. Nu-qa aytib bering. Mana uni aytib bering, главное. Avariya bo'lgan moment aytib bering. Shuni hamma so'raydi. Это так страшно. Yaqinroq o'tiring. Rебята. Aha. Короче, вот. Aytib beraman, endi Ozodopani odamlari bo'lsa-chi. Yo'q, farqi yo'q. Siz Ozodopani emas, ana rejissor aybdor-ku, rejissorni gapiring. Xalq prosta. Rejissor emasman deb, u operatorman deb, rejissor kelmagan ekan, o'rniga operator rejissor ham bo'lgan Ha, ekan. hammasini podrobno aytib bering. Boshi birinchi kundan. Xo'p, birinchi kuni mana soat 10:30da, men uxladim. Men har doim obedgacha uxlayman. 10:30da telefon qilishdi, syomkaga chiqib bering deb. Keyin men yo'q dedim. Chiqib bering dedi. Yo'q dedim. Keyin iltimos dedi, bitta sxemada chiqib bering dedi. Keyin aytdim, mayli, qatcha tashlang dedim. Ko'raman dedim. Uzoq bo'lsa bormayman dedim. Uzoq bo'lmasa boraman, ko'raman dedim. Keyin lokatsiya tashib berdi, uzoq ekan. O'sha kuni meni pulim yo'q edi hatto cho'ntagimda. Keyin aytdim, uzoq ekan dedim, men bora olmayman dedim. Yangi O'zbekiston dedi. Keyin "Ama o'zim olib ketaman sizni" dedi. Oybek degan kasting direktori. Keyin yo'q dedim, men hech kimdan zor emasman-da. Unda olganda olib ketishga. Keyin onamdan pul oldim. Onam Surxondaryoda edi. Keyin 20 ming tashlab bering dedim. Men yo'lga yetmayapti pul dedim. Keyin xo'p dedi. Eshitdinglar, eng qo'rqinchli narsa. Xo'p, keyin tashlab berdilar pul. Endi uydan ketaman deyman, 5 ta kaltimiz bor zapasnoy. Eshikni yopaman, o'sha Yandex chaqirganman terib. Eshikni yopyapman. Yopilmayapti eshik. Xudoyim Da. qaytarganda. Eshikka kalit tushmagan, qarochi. 3 ta kalit tushmagan, qarochi. Yopilmagan eshik. Keyin yopilmadi eshik, 4-chisiga tushdi. Keyin bir o'ylayapman, nimaga bunaqa bo'ldi? Ketmasam. Oyog'ingiz ham tortmagan. Tortmagan oyog'im. Chunki men 3-4 marta, 5 marta atvet qildim-da. Keyin kelyapsanmi dedi-da, boryapman dedim. Keyin morgda mashinasini ko'rdim. Ana qabrga olib ketadigan. Yo'lda astag'firulloh. Katafalan nima deydi? Qabristonga olib ketadigan mashinani ko'ryapman, taksida o'ylanyapman, nimaga menga bunaqa qilishyapti dedim. Keyin o'tiraman syomkaga bordim. Qarasam, men tanimaydigan insonlar, ichidan 2tasi, 3tasi tanishim. Qarasam, Ahad Qayum bor ekan. O'rtog'im aytayapti, Muhammad qara deyapti, akang deyapti. Pashona qo'y dedim-da. Nimaga meni? Men aytdim-da, nima kerak menga unaqa aka dedim. Nima qilib qo'ygan menga dedi. Endi to'g'risini aytaman-da, men tilim yomon. Reali nima suqamar, reali. Meni unga unaqa joyim yo'q. U menga anavi joyi bor, qaraydigan joyi bor. Reali men aytaman-da. Endi uzr lekin uzr. So'kkanim uchun mayli, lekin asabim buzildi-da, akang dedi, menga qizig'i yo'q ekan. Endi o'zini anaqalari bor, Holatimmi? o'zini situatsiyalari bor, Ahad Qayumni nimaga so'kayotganini. Keyin tushuntirib beradi. Tushunasizlar. Вот. Keyin bizani ajratib olishdi. Tam yevropeyskiy feyslar bilan o'zbekcha feyslarni. O'zbekcha syomkalarda shunaqa bo'ladi. Yevropeyskiy feyslar oldinda bo'ladi, o'zbekcha feyslar orqa fonda bo'ladi o'zbeklar. Keyin esa hop boshlandi, syomka boshlandi. Qizda oyog'ida keda edi, oyoq kiyimi. Bitta shofyor gelikni o'rgatdi qizga, haydashchi. Nimadirlar yozyapti. Emotsiyada deyapti. Emotsiyada deyapti. Keyin yurishni o'rgatdi-da, oldida shofyor bor edi. Yurdi, qaytdi. Keyin ana bor-ku operator Shuhrat Mavlonov. Aytdiki, nimaga qizni oyog'iga keda dedi, nimaga kabluk kiygizmadilaring dedi. Men kirmyor yonida o'tirdim o'sha payti. Nima kerak ekan deyapman. O'zi bir arang haydayotgan bo'lsa, kichkina qizda. Nima kerak ekan deb o'ylanib o'tiribman, yaxshilikka bo'lsin deyapman. Krossovkasini yechtirib, kabluk kiydirishdan, qarochi. Men munchada. O'zi bir yurishni bilmaydi, kablukka yana kiygani o'ylayman. U qiz minishni bilaman dedimi yo Ahad Qayum aytdimi? Ahad Qayum aytgan ekan, minishni biladi, javob degan ekan. Qizim nima degan? Xorazmgacha Nukusgami? Haydab olib borgan. Xorazmgacha meni olib borib kelgan. Ahad Qayumni u qiz mashinada olib borib kelgan. Shunday degan.
Men sizlarga aytdimki, bir bolosing bo'lmasa, shudgorda quyruq nan qilaver deb. Ha, keyin Endi haqiqatlar ochiladi-da, chunki men yolg'on aytgan insonlarni yomon ko'raman. Men boricha aytyapman-da. Vot, keyin kabluk kiydi qiz. O'rgatyapti, kablukdan tushishlari, o'sha joylari olinyapti. Bizani masofkani gelikni oldida, atrofida biz turamiz, gelik keladi, o'shanaqa holatlar qilyapti-da. Keyin men charchadim-da. Nimaga meni gelikni yonida qo'yapti? Faqat face qilib. Men tushunmayapman-da. Keyin men aytdim, meni oldimga keldi. Biz 3 kishi turuvdik. Muhammad o'rtog'im, yana bitta qiz bor edi. U hozir Rossiyaga ketdi, syomkani tashladi. Ana shu avariyadan keyin butunlay O'zbekistondan chiqib ketdi qiz. Bu holatdan keyin. Что yordam bermagan, sizga hech kim qaramaganidan. Strashno dedi вообще. Справедливость yo'q deb syomkalar tashlab ketib Rossiyaga. Qiz edi. Keyin turuvdik keldi-da, Oybek degan Sabrina mana shu holatga masofkaga siz kerak ekansiz dedi. Men aytdim, nimaga men dedim, shuncha masofkada odam bor dedim. Ha, mashinani oldin o'tishgan. Da. Shuncha odam bor, nimaga men deyapman-da. Matrlar yozyapti-da. Ha, o'qimang, men o'qiyapman. Ha, o'qiyapsiz. Qiziqyapman-da, so'kyapman. Yo'q, bu yerda so'kmaydi hech kim, yaxshi odamlar. So'kdi hozir. So'ku u jinnilar. Yaxshi odamlar yaxshi gaplar yozadi. Ro'za kuni so'kayotgan odam normalniy odam bo'lmaydi. E'tibor bering, gapiravering. Keyin meni oldimga kelishdi-da, Sabrina mana shu joyga tushib bering dedi. Men aytdim, tushmayman dedim, отказ qildim. Yo tushib bering dedi, iltimos dedi. Keyin aytdim, shuncha masofada qiz bor dedim. Aynan men kerakmanmi dedim shu qizlarning ichida. Ha dedi, rejissor xohlayapti dedi. Rejissorni Shuhrat deb ko'rsatdi. Keyin boryapman, menga Derskirov mamlada, san deganda gapiryapti-da, men sinmaganda. Keyin ha dedim, nima qilishim kerak edi? Mashinadan yurib berasan dedi. Faqat yurib beramanmi dedim. Da dedi. Keyin oldimga ikkita bolani qo'ydi. Ana bitta bola qo'li singan bola bor. Ularni qo'ydi meni oldimga ikkita bolani. Keyin aytdi, birinchi ikkita bola yuradi dedi. Potom yo to'xtagin dedi, Sabrinani o'zi yuradi dedi. Vot. Keyin motor dedi. Motor degan bilaman, men chap tomonda turuvdim. Gelik o'ng tomonda edi. Menga aytishgani yo'q, hatto gelik yurishini. Keyin motor dedi. Vot men yurdim. Yurganim bilaman. Birinchi balondan o'tdim, ikkinchi balonda eshitdim. Tepalayotgani. O'sha yur degan qizga qaraganda eshitdim-da men o'sha paytda. Endi qayralaman deganim meni chilpirab ketdi balon tagiga aylanib. Necha marta o'tib ketdi mashina balon? Ikkita balon o'tdi. Ikkita balon o'tgandan yana orqaga ham qaytgan. Yo'q, qaytmabdi ekan, ko'rdim men. Ikkita balon o'tib ketgan. Baloni aylanib qolgan ustimga, qarochi. Ustiga qolib ketgan balon aylanib, qarochi. Keyin men baqirdim, skori chaqiringlar dedim. Ana operator shuna prosta qarab apparatlarni yig'ishtirib o'tirib hech kim kelmadi oldimda. Ko'rdik, videoda ko'rdik. Ko'rdingizmi? Videosini ko'rdingizmi? Keyin yig'ishtirib o'tiribdi, keyin baqirdim-da, lekin ehtiyot qilinglar dedim, ta'sirdan qo'rqdim-da, sinib ketadi. Sinib ketibdi, hozir ham davolanmagan, sinib yotibdi men bitdim. Davola olishmagan lekin. To'g'rilashmagan bu narsa. Operatsiya payti to'g'rilanmagan. Pasim to'g'rilangan, orqa tomoni singan joyi to'g'rilanmagan. Buni doktorlar aytishmagan. Endi doktorlarni hech narsa demayman, chunki qo'ldan kelguncha yordam berishdi. Qo'lidan kelgan nimani qilishdi? Qilishdi, hayotini saqlash uchun. Hali ham qonni to'xtatishdi. Buni o'ylaganki, sog' qolmaydi deb o'ylagan, o'lib qoladi deb o'ylashgan, qarochi. Rejissyorlar, operatorlar hammasi все, tamom o'lib qoladi, bosib qilamiz deb o'ylashgan, qarochi. Keyin operatsiyadan nima shu avariyadan keyin siz chekkaga olib o'tishdi. Ha, chekkaga o'rtog'im o'zimni istoriyaga ham ko'rsatdim. Ham bola men bilan avariyada bor edi, Muhammad. O'sha oldida chekkaga o'tkazdi. Hattoki bilasiz. U qiz tushdimi mashinadan yoningizga keldi? Yo'q, tushmadi. Qarang, eshitib turing. Chekkaga o'tkazdi, atrofimga olgandan keyin qiz kelyapti. Kechirasiz, bosaverdim deyapti-da. Kulib kelgan. Men prosta mamda turibman-da, shu deyapman-da, gaplashib o'tiribman-da. Suv ko'rayapman-da. Emotsiyamni tushuntira olmayman. Bu yerda adrenalin bo'ldi-da. Mashina turibman-da. Nima deyapsan? Siz shokovый состояниеda. Sostoyaniyada turibman, qiz kulib kechirasiz, bosib yubordi. Hali shokovый состояние bo'ladi-yu, biror joyda kesib yorsa, og'riqni sezmaydi, shok bo'lib qolgan. Ashaqa состоянияda. Lekin gaplashyapman odamlar bilan. Skori chaqiringlar deb baqirdim. Skori chaqirgan ekan, bir marta adashgan ekan, boshqa joyga chaqirib qo'yibdi. O'rtog'im ketdi. Общий ne soatda keldi skori? 1 soat. 1 soatda kelgan skori, 1 soatda.
agar o'zlari mashinaga olib ketsa ham yaxshi bo'lardi. Agar olib ketganida qon ketmasdi. Da. Juda ham qon ko'p ketgan, короче. Skoriga o'tirgandan keyin bu qiz aytganki, men qon ketyapti, ichki qon ketyapti desa, yo'q, qon ketmayapti debdi. Keyin men aytib ochib ko'ring dedi. Real aytdim-da, ochib ko'ring ketyapti desam, biz sizni 16 ga olib ketmoqchimiz dedi. "Iya" dedim. 16 ga olib ketishmoqchi, u boshqa больницаga, hali travma bilan shug'ullanmaydigan, ha? 16-chi, yo'q, shoshilinch. Prosta shoshilinch yordamga olib ketishayotganiga, keyin aytgandan keyin ichimda qon ketyapti degandan 4-больницаga olib ketishgan. 4-больницada gaplashdi, shtobi tezroq borish uchun. Keyin o'ta tayyorlab turishdi. Endi eshitinglar dalshi. Keyin boryapmiz, narsalar qon bo'lib yotibdi, uje olib boryapti. Uzi qilishdi, rentgen qilishdi, joylar qon bo'lib ketyapti. Polni qon va shi to'xtamayapti. Keyin mendan so'rayotgan narsa, nechinchi yilsiz, qachon tug'ilgansiz, ismingiz nima? Og'riq уже boshlanyapti, shokoviy состояние ketyapti, chidolmayapti og'riqqa. Bundan har bitta doktor so'rayapti. Nechinchi yilsiz? Qayerda tug'ilgansiz? Siz shu yerda tug'ilgansiz? Biz ishonmayapmiz, yana bir marta ayting deb har bitta doktor so'rab yotdi, bu og'riqqa chidolmayapti. O'sha chidolmagandan baqirib yorgan, "Dod!" deb. Ayt bering, tanish. Yotchi больницаga yotkizishdi, operatsiya qildi. Xo'p. Keyin qanchada oyoqqa rentgen urdi, hozir rentgendan keyin ukol urishdi, anesteziya, oyog'imga urishdi, ikkita oyog'imga, tomirimga urishdi, keyin undan keyin uxladim. Soat 11:30 da chiqdim, 11:30-12 ga yaqin. Ertasi kuni. Yo'q, kechasi. Soat 2:30 ga kirib ketganman. Ha, obedda 2:30 da 11 da turgansiz. 11:30 ga turganman kechasi. Soat 4 ga o'rtog'im aytishicha qon yugurishgan, qon topish bo'yicha. Ha, qon yetmagan. 3,5 litr qon ketgan. Undan keyin 9 soat bo'lgan, bechoralar bunday qilgan, unday qilgan, to'g'rilashgan. 4-больница. Больницаdan qancha vaqtdan keyin chiqdingiz? Больницаdan keyin 16 kundan keyin, yo'q, 2 kun reanimatsiyaga yotdim. Obshi 18 kundan keyin chiqdim. Rejissyor, urvorgan qiz, Ahad Qayyumdan kimlar keldi больницаga? Больницада, xo'p, birinchi kuni reanimatsiyaga chiqqan kunim oyim keldi, keyin Jasur degan bola bor edi. Yo'q, ana urib ketganlardan, aybdorlardan kim keldi? Hech kim kelmadi. Reanimatsiyaga yotgan paytim kelishmadi. Men u qiz ham kelmabdi, onasi ham kelmabdi reanimatsiyaga. Bo'pshi kelgan yo'q. Avvalgi Palataga o'tgan. U qizni bedniy ko'rsatganini ayting o'zini. Uyim yo'q, mashinam yo'q, hech bolam yo'q. Palataga o'tgandan keyin ko'rgani kelganda mashina 2 kunmi, necha kun? 3 kunmi? 3-chi kuni. Avvalgi. Короче, u qiz urvorgan qiz, короче, hech bolamiz yo'q, mashinamiz yo'q, uyimiz ham yo'q, gadoymiz deb mashinani chekkaroqqa qo'yishib, oynadan qarab turishsa, yugurib borib mashinaga o'tirib qochib ketishibdi. Ujas. Keyin 3-chi kuni keldi qiz. Assalomu alaykum, opa, men haydashni bilmayman. Ey sen bilmasang. Ular majburladi dedimi? Ular majburladi, o'rgatdi dedi. Ha, o'zing o'tir rolga dedi. Yonida odam qo'yish kerakmidi обычно? Bor edi odam, olib tashladi-yu. Yo'q, olib tashlash dedimi? Bilmayman, uni eshitmadim, odam bor edi lekin. Keyin qizni o'zini o'tirg'izdi, haydattirdi. Ahad Qayyum qaromi. Shunday bo'lsa kerak. Ahad Qayyum kelib oldimga gapirdi, o'zgarib ketsan, Yevropaga dedim. Keyin Bor yo'qoldi. Bor yo'qoldi. Kezzalay. Aptini qara tursigimi hech aytmayman deng. Urrotga. Vyetnamga yosh qizlarga, "Ha, yaxshimisan? Mana sassiq cho'chog'imni tiqmoqchi edim-da" deb yopisharkan hamma qizlarga. O'shuncha bu qiz yomon ko'rar ekan uni. Harom. Voy, izvinite. Uyatga gap kichkina qiz oldida gapirib, men achchig'im chiqib ketdi. Keyin Harom edi. ha, больницаdan uyga qachon chiqdingiz? Qanchaga yotdingiz? Yo'q, общий qancha yotdingiz больницаdan? 18 kun yotdim, uni ham eshiting. Oxirgi to'lov kelganda hamshiralar bordi, hammasini. Rost aytamiz, Ahadga qilsak, Ahad Dilmurodga yo'llaydi, Dilmurod esa Ahadga yo'llaydi-da. To'laylar desak. Men uxlab больницаning pulini to'lash kerak. Ko'rdinglarmi, bir-biriga to'ngab yurishavergan. U to'laydi, bu to'laydi, Ahad to'yaydi, Dilmurod to'laydi deb qilib qochib yurishavergan, короче, hammasi. Keyin onam aytdi, hozir uzun bankdan olib qarz olaman dedi. Hozir to'layman dedi. Bittang ham kelma keyin dedi. Men oldimga dedi. Ariza yozib bersin. otangga bor, onangga bor boshlaringmi? Qo'l qo'yib kelishga bittang ham kelmadi. Keyin nima? Ahad Rejissyorlar общий mana $500 berishgan, to'g'rimi? $200, $3 million. Ha, shunday.
Yetganmi? Har oy. Mesestralarga, hamma yoqqa. Uni Ahad Qayum to'lagan. Men aytaman to'g'risini, Ahad Qayum kelib yurdi. Dilmurodda o'zi aytdi, Ahad to'laydi hammasini dedi. Ahadga buyuravering dedi. Lekin Ahad keldi. u 3 million bilan 200 ni Ozoda to'ladi. O'zi yo'q, kelib Yo'q, yurganida administrator, ana uni aytibdi. Ha, bansaga faqat Politsiyani keyin ana Perivaska borib, Perivaskalarni Ha, qotib. Mesestram yollagan Ahad Qayum, короче, перевязкаga doktor qiz yollagan. Nech kun kelgan u qiz примерно? Примерно shu dekabrgacha kelmadi-yu. Yo'q, nech kun kelib yurdi? Endi uni esimda yo'q. 18 kun, 20 kun примерно. Shu bitgan o'chada Bitguncha. yarim. Ha, kelib yurgan, keyin u qizdan bilishsa, u qiz даже rahmi kelib bu qizga besplatno kelib yurgan. Aytmagan ham. Ahad to'lamay qo'ygan, короче, yarmiga kelganda. Keyin pul bersa, keyin nima debdi? Men sizga pul berdim-ku desa, qarzingizga oldim. Men necha marta chiqib berdim, pul tashlamaysiz-ku deganda, shu uchun. Обалдеть. Keyin menga tuhmat qilyapti deb qiz kelmadi. Ha, ужас. Keyin qolganini onasi перевязка qilgan o'zi. Davletda operator, rejissyorlar Kolyaskani hamma qiziqayotganda aytgancha, kolyaskani aytib bersin. Ayting kolyaskani. Kolyaskani eshitdinglar. Ozdobada причем ular rejissyorlar qilgan-ku. Rejissor emas, odami qilgan admini. Adminini gapiring как раз. O'rsangiz yana janjal. Adminini yo'q. Ozdobada здесь тут ни при чем. Aytibdi, Ozdobada даже bilmaganman ham deb. Admini Dilmurodni gapiring. Da, Ayting. polislari ham bor. Ha, ayting. Kolyaskani ayting. Endi keldi, kolyaska deb so'radi. Bilsin hamma. Keldida, keyin kolyaska so'radik. Hozir gaplashib beraman dedi. Vaqtga telefon qildi. Telefon qildi-da, bitta qiz bor dedi, onasi bilan yashaydi dedi. Ha. Keyin rasmga oldi, videoga oldi-da atrofda. Ha. Men bularni mana olib berdim, men bizdan dedi. Ehsonchilarga telefon qilib aytyapti. ehsonchilarga telefon. O'zlari olib kelib bermayapti. Dilmurod o'zi emas, ehsonchilarga yordam beradi-yu, qiynalgan oilalarga. O'shalarga telefon qilib ulardan so'rayapti kolyaska. Sizlar ham yordam berayotlar, bu oilaga qiylangan oila ekan, biz yordam beryapmiz deb. Ozdopani aldab yurganda, просто jahlim chiqqani. Ha, Ozdopaga aytganki, hammasi yaxshi deb aldab yurishavergan u Dilmurod. Keyin kolyaska olib keldimi itoq? Yo'q. Olib kelmadi shu bilan kolyaska. Bir oy o'tibmi? Bir oy o'tib qildimi? Yo, ana kichkina kolyaska-chi, ikki hafta o'tdi. detskiy kolyaska. Uni Ahad Qayum olib keldi. Ahad Qayum Musurdan detskiy kolyaska olib kelgan. Hali kichkina bolalarning kolyaskasi bor-ku. Oyog'i singan kolyaska olib kelgan, короче, Ahad Qayum. Oyog'i singan, vaqf olib kelganki, zo'r bo'lmagan. Eski. Eski bo'lgan. Короче, ikkinchi olib kelib bergan kim u? Kim? Vaqf. Ha. Vaqf yo'q, vaqf olib kelmagan. Kim olib kelgan? O'sha Ahadda o'zi olib kelgan. Ahad olib kelgan kolyaska eski birovni ishlatilgan kolyaskasini olib kelgan. Vaqfni bilan Qabul qilmadi, kerak Prosta men hozir kulib gapirayotganimman, bu narsani yig'lab yotganman deb, o'sha o'zimga kelganman, shu uchun kulyapman. Faqat endi bilmayman, operatsiyadan chiqamanmi yo'qmi, prosta haqiqatni aytay deyapman-da. yaxshi. Uni yaxshi niyat qiling. O, mana aytayapti-yu, представитель aytayapti-yu, u og'ir operatsiya emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jinni ketdi narsalarni o'ylamang. Hammasi go'zallikda bo'ladi. Hali bu yerga kelib rasmga olaman degansiz meni. To'g'rimi? Aytganman, endi prosta odam. Hech ham unaqa yomon narsalarni o'ylamang. Og'ir operatsiya emas ekan. Hali vahshiylarcha ko'rsatgan operatsiya emas ekan. Fotoğraf çekebilir miyim? Da, Kek sizin de yani kudrasın. voy, bu qiz anaqa tura olmaydi. Bu gece TikTok. Ha, xuddi shu qiz. Keling, o'zim turaman. O'zim turaman. Xo'p, nima deyapti? O'shaning uchun duo qiling. Sabina Salim yaxshi bo'lib ketasiz. Oy, o'zi ham. Men 5 filtrlarman. Yaxshi bo'ling, hammasi rahmat kattakon. Rahmat. Sabrina ilohim, farzand bo'ling, qiz bo'ling, rahmat. Alloh shifo bersin. Muzika ham o'zi ham ketyapti, g'amgin bu. Shu muzika Yuragimni siqyapti, yig'lab. ko'zim yoshga to'layapti muzikaga. Yaxshi bo'lib ketadi Sabrina, nasib. Suvda bo'yiga